Xudoyim. Malades, gap yo'q. Sheqi Qashqadaryo Yakkaboqqa kelib shu ayiqqa quchoqlataman deb o'ylamadim. Qanday? Ishqilib, uni qaysi bir yerka? Erkak qaysi to'g'risini aytdi? Ikkalasi ham erkakmi? Bu bilan ham so'rashib qo'ylar. Qoravoy, qalaysan? Chachmayapsanmi, zo'rmi? Gap yo'q. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, tanijoyinglar sog' bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum yaxshilar. Tanijoyinglar sog' bo'lsin. O'zim bo'lmasam bo'lmaydi, amin. Tanijoyinglar sog' bo'lsin. Nima pasayibdi? Buni qilamiz hozir. Visoki ko'payib ketgan, nimadir ko'paydi-da, aka, bir regrovka qilinglar. Nima ishim? Rahmat, salomat bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlar bilan ko'rishish, diydorlash baxtiga muyassar bo'lib turibmiz. Yaratgan egamiga behisob hamd sanolar bo'lsin. Tanijoyinglar sog', umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir bora xush kelibsizlar bugungi tadbirga. Seroq qishlog'ida mana shu konsertni, mana shu bayramni tashkillashtirgan 89larga ham bitta qarsak bo'lsin. Kela balo, kela. Sog' bo'linglar, bolajonlar, o'rgilaysizlar. Endi chetlarlarda yurasizlar. Mana shu chetroqda turasizlar, o'rgilaysizlardan. Bolalar, hurmatli onalar, sizlardan iltimos, bo'ladi tuqqandan keyin undan xabar ham olib turish kerak. Ular qayerda yuribdi, nima qilibdi, kim bilan yuribdi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qashqadaryo desa, Qashqadaryoga keladigan bo'lsam, ona, ishoning shunaqangi xursand bo'laman. Shu Qashqadaryoga kelsam, enamni uyga kelgandek bo'laman. Chunki bu yerda san'atni yaxshi ko'radigan, san'atkorni hurmat qiladigan, mehnatni ham o'zini joyiga qo'yadigan ajoyib xalq bor bu yerda. Umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'linglar. Ki qo'rqmasdan ko'p joyga borganda aytaman, ona, Qashqadaryo mening bosh homiyim bo'ladi. Ayyala. Ana men nima olgan bo'lsam, ana shularning 80%lari Qashqadaryoning hissasiga to'g'ri keladi. O'zimning homiylarim, sizlarga ta'zimlaman, o'rgilaysizlardan. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar iloyim. Salomat bo'linglar. Mana bugun Xudo xolasa Nodir Lo'li keldi. Ona, Nodir Lo'li keldi, o'rgilaysizlarda. Sog' bo'linglar. Mana ko'rganlar Lo'li deyapti ona. Lekin qarang, ona, bitta gap aytay sizlarga. Shu Lo'li kelganda nima ish qilish kerakligini bilasizlarmi? Ha? Bilasizlarmi ona? Mana savolda ona Lo'li kelganda nima qilasizlar odatda?